Abduqodir Husanov Manchester Cityga kelib turib, birinchi mavsumida boshida tushsa ham shukur, o'ynab tursa ham yaxshi deganimizda, mana navbat degan mavsumda u kimsan o'sha Dia shu Stones yana kimlar manaman degan futbolchilarni asosiy tarkibni tortib olyapti. Hozir asosiy tarkib uniki. Har o'yinda u Angliya chempioni bo'lish uchun jamoasini oldinga undayotgandek. Ya'ni fidoilik qilayotgan kim deysa, number 1 Abduqodir Husanov deyishyapti. Eldor Shomurodov ikkita gol uryapti, ikkalasini ham juda chiroyli tarzda boshi bilan birinchisi zo'r pas bo'ldi va bosh bilan sanchib qo'ydi. Ikkinchisi endi burchak zarbasi. Va O'zbekiston terma jamoasiga ayni mana shu futbolchilar yozdagi mundialda juda zarur bo'lishadi. Sog'liq tilaymiz, oxirigacha shunday borishsin va Amerikani ham yondirib ketishsin. Va biz ortidan Kolumda bor alamim manim deb she'rlar o'qiydik.